Silay rahimga eng haqli inson birinchi o'rinda ona bo'ladi. Keyin otamiz bo'ladi. Keyin aka uka, opa singillar, undan keyin yaqin qarindoshlar. Silay rahim qarindoshlar bilan yaqin munosabatda bo'lish, ularning xursandchiliklari bilan quvonish, ularning xursandchiliklarini tabrik etish, ishtirok etish, musibatlariga hamdard bo'lish, ko'mak va yordam berish, muhtoj bo'lsalar ularga yordam qo'lini cho'zish, ularni doim ziyorat qilib turish, ularni yashash holatidan xabardor bo'lish. Men bilmabman, eshitmabman desangiz, bu siz aybdorsiz. U kelib sizga dardini daston qilish shart emas, balki biz xabardor bo'lib turishligimiz kerak bo'ladi. Ularni og'risalar borib ko'rishligimiz, ehtiyojlari bo'lsa dardlariga, kasalliklariga ko'mak berishligimiz, dillari og'riydigan ishlardan saqlanishligimiz, ularni ko'ngillarini olishligimiz, ularni doim xursand holatda bo'lishligini payida bo'lishligimiz, mana bu silay rahim bo'ladi. Silay rahim faqat assalomu alaykum tog'a, amma, xola salom bilan emas, borib ziyorat qilish. Mana yigitlar borib hadiyalar beringlar. Ammajon, men sizni ko'rgani keldim. Hadiya bering, xayrlik bering, hollaridan xabar oling. Qarindoshlardan biror bir yomonlik yetsa, albatta buni yomonlik o'rnida qaytarmaslik, kek saqlamaslik, balki yomonlik qilsa-da biz yaxshilik qilishni davom ettirishligimiz, mana bu silay rahim bo'ladi.